onangiz aytdilar bu gaplarni. Qizim, qoshing bilan ko'zing meniki. Goh shirin, goh achchiq so'zing meniki. Shukrona aytaman boringga takror. Yaxshimi, yomonmi, o'zing meniki. Umidim g'unchasi sensan jon bolam. Ko'nglimning gulchasi sensan jon bolam. Hayotdan, yashashdan ilinjim bor mening illo. Ilinjim ilinji sensan jon bolam deb mana bu maxsus tarona orqali siz xohlagan va siz kutgan maxsus sovg'alarni sizga taqdim etamiz. Demak, tug'ilgan kuningizda siz xohlagan mana shu Barbie'lar, sizni o'zingizga o'xshagan chiroyli maftunkor gullar bugun Amina uchun bitta qarsiyda bo'lsin. Marhamat, sovg'alarni qabul qilib oling. Yigitlar, mana sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Mustafa.net taqdim etadi. Ko'zlaringga boqsam dardlarim ketar. Qarang, onajonisi, opajonisi bu tarafga qaraymiz. Amina qarang. Siz uchun. Qarang. Xursandmisiz? Allah bergan omonatlarim. Olam shodliklari sendadir qizim. Hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor. Bu hayotda chunki baxtimga sen bor. Olam shodliklari sendadir qizim. Hayotim yoritgan yorug' yulduzim. Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor. Bu hayotda chunki baxtimga sen bor. Aminaxon, qanaqa bo'ldi sovg'alar? Zo'r bo'ldimi? Salyut yoqdimi? Xursandmisiz? Onajoningizga, opajoningizga va yazningizga nima deyish kerak bunaqangi sovg'a bergandan keyin sizga? Rahmat. Thank you. Nima deyiladi? Thank you. Yana qanaqa tilni bilasiz? Yana boshqa. Yo, rus tili bilan ingliz tilidan boshqa tilni ham bilasizmi? Ikkitami? Siz onangiz 4 ta tilni biladi dedik.